Assalomu alaykum. Mana Navruzbek polvon. Siz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Charchamayapsiz, eson-omon yetib kelganlaringizmi? Ha, Xudoga shukr, yetib keldik. Mana endi intervyu mana birinchi bo'lib Samandar Kenjayev kanalida intervyu loyihasi boshlandi. Birinchi bo'lib mana sizni tasvirga olyapmiz. O'zingizni tanishtirib o'tsangiz. Men shu Novdamizda, Spitamen rayonida, Langorota qishlog'ida. Spitamen rayoni Langorota qishlog'idasiz, a? 1997-yil tug'ilganmiz, 28 ga kirdik. Ota-bobolaringiz chavandoz bo'lganmi? Sizga qanday kirib kelishingizga nima sabab bo'ldi? Qiziqish qanday paydo bo'ldi sizga, ko'pkariga? Otlaringiz bo'lganmi uyda? Bizga endi qiziqish shu ota-bobolarimiz otvoz bo'lgan, otamga chopganlar, otamcha bo'lganlar shu. Chavandoz bo'lganlar orqasidan sizga qiziqish paydo bo'lib, a? Qiziqish paydo bo'lib, shu bilan otam bir ikkita otlarni qilib berdilar, shu bilan keyin uloqqa. Birinchi marrani bosib, marra qilgan joyingizni eslay olasizmi? Birinchi qaysi otga minib boshlagansiz? Men birinchi marramda bir Ritser degan otcham bor edi. Qirg'izistonda marra qilgan. Ritser 8-sinfda o'qir edim. Qirg'izistonda marra qilganmisiz? Ana birinchi marrasi polvonning Qirg'izistonda bo'lgan ekan. Nimaga tashlagansiz o'sha paytda? Sovrin nima bo'lgan eslasangiz agar? Marra 1 gilam 1000 so'm edi o'zlarining puliga. Ha, o'zlarining puliga, ya. Polvon endi bu yerda sohada kirib kelganingizdan keyin ustozingiz kim bo'lgan? Kim sizga o'rgatgan? Bizda endi ustozlar men 4 yil Qirg'izistonda uloqchi oldimda. U yerda Ponni Malik aka degan bir federatsiya raisi bor. U odam Ponni meni paddeshga qilib arqamda turib bolalarga tegma qo'yma deb meni Ponni avalasi u odam nima qilgan? Meni birinchi ustozim avalasi otam bo'lganlar. Ha, avalasi otangiz bo'lgan. Ha. Shunda Qirg'izistonda necha yil chopgansiz? Qirg'izistonda men 4 yil chopdim. Ha, Qirg'izistonda 4 yil chopdim. Shu Malik aka degan odam, keyin Oda aka degan, Avaz degan bolalar bordi. Ular Ponni meni paddeshga qilib bu yerda Ponni o'zlari chovdirib o'rgatgan. Bu yoqqa kelib Tojikistonga o'tganimizdan keyin Abdurazzoq polvon Ponni paddeshga qilib, otlarni berib, o'zlari aylantirib, marralarni qildirgan, soldirgan. Ha, gap yo'q. Endi bundan buyog'iga Tojikiston chop kelyapsiz, a? Xudo xolasa O'zbekistonlarga ham o'tib, Xudo xolasa. Niyatlar bor, a? Niyatlar bor. O'zbekiston, Qozog'iston, buyog'i Qirg'iziston, qo'shni Albatta. davlatlar. Endi bu yerda hozir qaysi otlar chopyapsiz Tojikistonning otlaridan? Tojikistonda otlarni ko'pini cho'yapmiz. Hozirdan nima Qoramozorda otlari bor. Stinger, Qo'chqor desan deydi. Shu odam kishining otlari bor. Stinger, Desant degan otlari bor. Qo'chiraqib otlarni cho'yapmiz. O'ratepadan bir ikkita otlar bor. Ularni cho'yapmiz. Kecha adashmasam 5-6 ta marra qildingiz. To'g'risi hisobini ham nima qilolmay qoldim. Juda ham ko'p keldingiz. Kecha necha marra qildingiz o'pcha Chayroq dayronda 13-dekabr sanasida ajoyib bir ko'pkari bo'ldi. Kecha 6 marra. Kecha 6 ta marra qildingiz, a? Ha, kecha 6 marra. Kecha sovrinlar qanday bo'ldi? Kecha sovrinlar 3 ta to'yga soldik, bitta tana, 1,5 ming so'm pul, $100 pulga soldik-da. Gapi kechani o'zida 3 ta to'yda qoyillatgan polvon Navruzbek polvon bo'ladilar. Xudo xolasa mana bugungi ham harakat qilyapti. Polvonni ko'p ishlab turmaymiz, chunki havo sovuq, otlar tayyorlash kerak. Bo'lmasa mana kommentariyada kutib qolamiz. Savollar bo'ladigan bo'lsa kommentariya yozib qoldiringizlar. Bir haftaning ichida uyiga borib, otxonasiga borib, qolgan intervyularni davom ettiramiz. Qani bo'lmasa polvon sog' bo'ling, omon bo'ling, charchamang. Marralarda kutib qolamiz bo'lmasa. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling, salomat.